Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Mana bugun Bizmax Pros jamoasi Qashqadaryo viloyati Qarshi tumanida Farovon ko'chasi 30-uyga kelganmiz. Bugungi ish jarayonimiz kemiruvchilarga qarshi, ya'ni sichqon, kalamush, hozirgi kunda ularni ko'payish sezoni bo'lganligi sababli mana shunday holatlarga olib keladi. Hozirgi kunda bizni ko'p murojaatlarimiz hozirgi paytda mana shularga qarshi kurashni davom ettiramiz. Bizning xizmatlarimiz litsenziyaga ega. Obuna bo'lishni unutmang. Kimga shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, pastdagi nomerlarga bemalol aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Rahmat hammaga. Mana bugun ish jarayonlarini yakunlab oldik. Mana Xudo xolasa mijozimizga garantiyani talablari va kvitansiyalar bilan ularga qilib berdik.